Simon Petrus bu loyihani talabalik davrida qayta ishlangan eski elektron qurilmalar, uy telefoni, televizor va 2 tomonlama radiolardan foydalanib yaratgan. U telefonni qisqa to'lqinli chastotalarda ishlaydigan aloqa qurilmasi sifatida ishlab chiqqan. Telefonning yana bir jihati, u qo'shimcha funksiyalarni ham o'z ichiga oladi. Qurilmaga kichik televizor, LED chiroq, ventilyator va USB quvvatlash portlari o'rnatilgan. Ularning barchasi bitta oddiy tizim orqali quvvatlanadi. Yangi ixtirosini ilk bor maktab ilmiy yarmarkasida taqdim etib, keng jamoatchilik e'tiborini qozongan va mukofot sohibi bo'lgan. Shundan so'ng u mahalliy hamda xalqaro ommaviy axborot vositalarining ham diqqat markaziga tushgan. Biroq Petrus o'rta maktabdan keyin oliy ta'limga kirishda qiyinchiliklarga duch kelgan. U 2023-yilda elektronika muhandisligi bo'yicha diplom olganiga qaramay, hozirda ishsiz ekani aytilmoqda. Uning telefon ixtirosi hali ham tijoratlashtirilmagan va bozorga chiqarilmagan.